Aprel oyi yurtimizda muhandislik oyligi deb e'lon qilinib, respublika bo'yicha 30 dan ortiq oliy ta'lim muassasalarida qator tadbirlar tashkil etilishi rejalashtirilgan. Navbatdagi lavha ana shu oylik doirasida Toshkent davlat transport universitetida bo'lib o'tgan Oliygoh kubogi 2026 tanlovidan tayyorlangan. Bugun Toshkent davlat transport universitetida kelajak muhandisi respublika tanlovi uchun saralash bosqichi o'tkazilmoqda. Ishtirokchilar turli yo'nalishlarda tayyorlagan o'z muhandislik loyihalari bilan ishtirok etishmoqda. Qani ko'ramiz, hakamlar hay'ati ularni qanday ballar asosida baholashar ekan. Talaba yoshlar robo-sumo, eng yaxshi konstruksiya, mexanizmlar estafetasi, dron racing, robovar, sun'iy intellekt asosida axborot tizimi va kiber xavfsizligi kabi 6 ta yo'nalish bo'yicha bellashuv olib bormoqdalar. Yosh ixtirochilar o'zlarining jamoaviy va yakka tartibdagi muhandislik loyihalarini hakamlar hay'atiga taqdim etib, qurilmalarning ishlash prinsiplari va afzalliklarini tushuntirib o'tishmoqda. Ushbu qurilmani men to'liq 3D printerdan chiqardim. Butun elektr sxema tizimini o'zimiz noldan qurdik. Va dasturiy ta'minotni ham o'zimiz noldan qurdik. Bunda pultdan foydalanmaydi. Pult sinib ketishi mumkin, boshqa narsa bo'lishi mumkin. Lekin agar biz web server orqali foydalanadigan bo'lsak, ko'plab qurilmalar orqali buni bir vaqtda o'zida boshqarishimiz mumkin bo'ladi. B2 samolyotidan ilhomlanib yasadik. Bu tizimlardan asosan internet tizimlari uchun foydalanish mumkin. Masalan, aloqa yaxshi yetib bormaydigan joylarga yoki harbiy zonalarga internet yetkazib berish xizmati bo'ladi. Ya'ni tepaga ko'tariladi, tepada transmitter vazifasini bajaradi. Ya'ni bitta nuqtadan signal ketadi-da, bu o'rtada tutib turib unga jo'natib beradi. Biz shunday qilishimiz mumkinki, buni shunday uchirib yuboramizda, ma'lum bir vaqtdan keyin o'zi bizga qaytib keladi. Atrof muhitda skaner qilib kelgan bo'ladi. Uchirish uchun bitta tugma. Uchgandan keyin sun'iy intellekt o'zi bizga pult topshiradi. Istalganday boshqarish mumkin. Yoki sun'iy intellektni o'ziga shunchaki qo'yib qo'yish ham mumkin. Masalan, birorta lokatsiyani berasiz, o'sha joyga boradi yoki o'sha joydan qaytishni buyurasiz, u sizga qaytib beradi. Samolyotni nolda ushalmasligiga turgan 5-6 gradus xato qilishi mumkin. O'sha paytda bu ucha olmaydi-ku. Bunga shunday tugma qo'shgan, buni 1-2 gradusga qiyshaytirgan holatda ham ushlab turgan bo'lsangiz, nolni bosasiz, o'zi yana nolni qabul qiladi. Mana. Har bir yo'nalishda o'ziga xos baholash mezonlari mavjud bo'lib, hakamlar maxsus talablar asosida ixtirolarning sifatini baholamoqda. Dron racingda mana biz o'zimiz to'siqlarni joylashtirib berdik. Ya'ni ishtirokchilar buni bilishmasdi. Avtonom parvoz bo'yicha biz variantni tayyorlab qo'yganmiz. Bu qo'liga beramiz ishtirokchilarga. Shuni o'tirib programmasini sozlab, shu dastur asosida parvoz amalga oshiriladi. Va aviamodel bo'yicha, demak shu zalli imkoniyatidan foydalangan holda uzoq masofaga va iloji boricha uzoq vaqt havoda turishiga mo'ljallangan. Universitet bosqichida g'olib deb topilgan ishtirokchilar 28-30 aprel kunlari respublika miqyosida o'tkaziladigan kelajak muhandislari tanlovida ishtirok etadi. G'oliblarga elektromobillar topshirilishi belgilangan.